Bu videoda bir qator kod yozmasdan AI bilan restoran menyusini yaratamiz. Bu yerda natijani ko'rishingiz mumkin. Bir qator kod yozmasdan mana shu elektronniy menyuni yasadim. Va bu ochilishini ham ko'rishingiz mumkin. Xuddi haqiqiyga o'xshaydi. Va juda ham zo'r experience beradi. Agarda menyular yetarli bo'lmasa, shunchaki odam QR kodni skaner qiladi va bu veb-saytga o'tadi. Bemalol ko'rish mumkin. Bu katta ekranda ikkita page bo'lib ochiladi. Agarda telefonda bo'lsa, bitta page bo'lib ochiladi. Bunda ham zo'r ishlaydi. Xuddi haqiqiy kitobdek. Qani bo'lmasam, boshladik. Xo'p, birinchi o'rinda v0 v.app deb qidiramiz va birinchisi emas, bold emas, bizga v.app kerak. Va bunga kiramiz va sign up qilamiz. Oddiy sign up qo'ymizda va biz bitta linkdan kiramiz. Siz ham shu linkdan kirsangiz, sizga qo'shimcha $5 AI ishlatishingizga beradi. Link videoni havolasida bor. Va biz Google account bilan kiramiz. Bizga mana get $5. Siz bu link orqali kirganingiz uchun sizga $5 beradi va har oy ishlatishga $5 tekinga, kirishingizga sizga $10 ishlatishingizga beradi va bemalol bitta veb-sayt to'liq qurishingiz mumkin. Ko'rishingiz mumkin $10 gifted credit, monthly credit, oylik va sovg'alangan kreditlar. Bu menyuni sizga boshqatdan yasab ko'rsatib beraman. Masalan, ochilishlarni ko'ring, haqiqiy kitobga o'xshab ochiladi. Ichkaridagi betlari yumshoq varoqdek ochiladi. Juda ham zo'r ishlaydi. Bu hatto telefonda ham ishlaydi. Masalan, telefon ko'rinishiga qo'yamiz. Masalan, mana telefon ko'rinishi. Telefonda ham zo'r ishlaydi. Endi buni biz nima qilishimiz mumkin? Hop, bu veb-saytni ko'chirish uchun albatta screenshot qilaman va v0 ga joylayman. Joyladim. Keyingi betini bu keyingi betini screenshotni tashlayman va yana bitta betini tashlaymiz. Yaxshi olinmay qoldi. Boshqatdan screenshot qilaman. Tashlayman. Keling yana oxirgi betini ham screenshot qilib tashlaymiz. To'rtta bet tashladim. Bu yerda yozamiz. Men restoran uchun digital menu qilyapman. ST page flip dan foydalanib paper menyuni digital versiyasini yasab ber. Jo'natamiz. Bizga yaratishni boshladi. Bu yerdan preview veb-saytni tayyor holda ko'rishingiz mumkin. Bu yerdan kodini ko'rishingiz mumkin. Hozirda kodni yozmoqda. Bu yerdan databazani ham qo'shishingiz mumkin. Bizga hozircha databaza kerak emas. Va bu yerda har xil modellari bor. V0 Auto, V0 Mini, V0 Minida qanaqa? Autoda promptimizga yarasha xohlagan yaxshiroq model tanlaydi ekan. Fastest, most cost effective model.
kichikroq modellarni tanlaydi. Maxi bor va bu yerda Max Fast. Biz Maximizni tanladik. Eng zo'r modelni tanlaydi. Opus, Cloud Opus. Eng zo'r modellardan biri. Hop, ko'ramiz, bizda tayyor. Почти. Effektini ko'ryapmiz. Prompt yozganda mana uni yozishingiz kerak. ST page flip, ya'ni ST page flip degan library bor. Bu yerda haqiqiy kitobni buklanish ochilishini library yozib bergan tayyorgina va biz bundan foydalanyapmiz. Xo'p, bu yerda effekti bo'lyapti. Bu yerdan ko'rishimiz mumkin. Mobile telefonda qanaqa ko'rinadi. Bu yerdan o'tkazish ham mumkin yoki yaqinlashtirishi, uzoqlashtirishi mumkin. Tayyor elektron bizga menu. Bunga yanada ko'proq bet qo'shishimiz mumkin va tayyor bo'lgandan keyin bu yerda publish ni bosamiz. Publish qilaylik birinchi. Publish qilganingizdan keyin link orqali hamma ko'rish mumkin bo'ladi. Agarda sizga kod kerak bo'lsa, bu yozgan kodi shunchaki mana bu 3 ta nuqtani bosasiz va download zip va foydalanishingiz mumkin. Publish bo'ldi va bu link orqali veb-saytni ko'rishimiz mumkin. Boshqa odamga ham jo'natishingiz mumkin. Ular ko'rsa yoqsa, oxirigacha yetkazishingiz mumkin. Hozirgi veb-sayt faqat mobil, faqat bitta betni ko'rsatyapti. Agar bu veb-sayt katta ekranda ochilsa, bizga kitob shaklida ko'rsatsin. Ya'ni ikkita betni birdaniga. Keyin bu yerda bu linkni berdi. Siz o'zingiz linkni customize qilishingiz mumkin. Digital menu agar bor bo'lsa, yo'q ekan. Digital menu bu bormi? Bu ham yo'q. Ko'p. Digital menu digital restaurant menu. Va bu link bor. O'zi link yaratadi. Agarda siz qisqaroq yoki o'zingiz xohlagan linkni yaratmoqchi bo'lsangiz, bu yerdan yaratishingiz mumkin bemalol va bu link ham xuddi ana shu veb-saytga olib boradi. Endi tayyor qildim deyapti. Xo'p, bu kattaroq ekranda ko'ramiz. Bu yerdan refresh qilamiz. Tushunmadim, aytgan narsamizni qilmadi menimcha. Aytganimizni qilmadi. Shunda birorta xato qilsa, shunchaki screenshot qilamiz va unga qaytadan tashlaymiz. Ikkinchi betni mayapman. Faqat bitta bet ko'rinyapti. To'g'irla.
Bu yerda keyin bitta narsa bor, latest versiyalar bor. Bu birinchi versiya edi. Ikkinchi versiya, oxirgi versiyasi. Har bir yangi narsa kiritganingizdan keyin yangi versiyaga o'zgaraveradi. Bu yerdan yangi tabda kattaroq shaklini ko'rishimiz mumkin. Mana katta shakli butun bir veb-saytda. Ana, menimcha qilib bo'ldi. Muammo aniq. Portret sifatida ishlatyapti. Komponent qayta render qilish kerak. Menimcha to'g'riladi. Hozir ko'ramiz, oxirigacha tugatsin. Bu yerdan profilingiz ustiga bosish orqali kreditlaringizni ko'rishingiz mumkin. Qancha sizda dollar AI qoldi? $8 qoldi menda. Menimcha tugatib bo'ldi. Refresh bitta qilib ko'ramiz. Bo'ldimi? Alohida ochib ko'raman. Va mana ishlayapti. Va undan keyin hamma betlarni qo'shib chiqasiz va sizda tayyorgina menyu tayyor bo'ladi. Endi buni yana ham effektivroq qilish uchun QR code generatorga kiramiz. Qaysi biri yaxshi edi? Monkey QR code. Bizga publish qilgan linkimizni olamiz, copy qilib va bu yerga paste qilamiz. Bizga generate qilib beradi. Va buni restoranda stollarning ustiga qo'yishingiz mumkin va QR kodni skaner qilganda shu veb-saytga boradi. Shu bilan videomiz tugadi. Agarda sizga V0 haqida ko'proq tutoriallar, ko'proq videolar kerak bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiring. Keyingi safar database qo'shish, masalan, to'liq veb-sayt yasash haqida, admin panellari bilan veb-sayt yasash haqida video qilishim mumkin. Agarda kerak bo'lsa, kommentda yozib qoldiring. Va obuna bo'lishni unutmang, chunki AI haqida juda ham ko'p videolar qilish planim bor.